Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan SGLT2 ingibitorlarini, ta'sir mexanizmini va ushbu ingibitorlarga kiradigan dorilarni dozalar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, SGLT2 ingibitorlar bu nima degani? SGLT sodium glukoz like transportyor, ya'ni natriy va glukozani tashuvchi transportyor degani. SGLT2 ingibitor nomi shunaqa. Xo'p, endi SGLT2 ingibitorlardan eng keng tarqalgan turi bu empagliflozin va dapagliflozin hisoblanadi va bularning ichida e'tibor bering, mana gliflozin so'zlari ikkalasida ham aynan SGLT2 ingibitori ekanligini bildiradi. Misol uchun, yangi pokoleniyalardan kanagliflozin degan nomlari ham mavjud. Endi biz savdoda eng ko'p ko'radigan dorilarimizdan biri bular empagliflozin nomi bilan yuritiladigan Diampa hamda Diampa M dorilari hisoblanadi. Bularning nima farqi bor bir-biridan? Misol uchun, Diampa tarkibi faqat empagliflozin bo'lib, bu asosan 10 va 25 mg dozalarda chiqadi. Endi Diampa M tarkibidagi mana bu M metformin dorisi bilan birgalikda kombinatsiyasi hisoblanadi va tarkibida, demak, Diampa M tarkibida ham metformin bor, ham empagliflozin mavjud. Bilamizki, metformin dorisi bu qandli diabetda ishlatiladigan dori hisoblanib, kuniga 2 mahal beriladi. Shunga ko'ra Diampa M ning dozировkasi ham o'zgargan. Ya'ni 10 mg Diampani tarkibiga metformin qo'shilganligi uchun bu teng yarmi 5 mg dan 2 mahalga bo'lib ishlatish uchun shunga mos ravishda 5 mg ga, ya'ni 5 ga 500 mg ni Diampa M, 5 ga 850 mg Diampa M va 5 ga 1000 mg Diampa M dorilari dozировkalari mavjud. Bunda misol uchun 5 ga 500 ligidan siz 2 mahal qo'llasangiz, shunda 10 ga 10 mg ga 1000 mg metformin to'g'ri keladi. Xuddi shunaqa dozada. Endi Diampani bilasizlar, 25 mg ligi mavjud. Endi buni 2 mahalga bo'linganda 12,5 mg bo'ladi. Xuddi shunaqa dozировkada, ya'ni 12,5 mg ga 500 mg dozada Diampa M bor, 12,5 mg ga, demak 850 mg dozada hamda 12,5 mg ga 1000 mg dozировkada Diampa M dozalari mavjud. Endi bemorni yoshiga, sahr miqdoriga va hokazolarga qarab tegishli dozировkani tanlash mumkin. Endi biz ularning ta'sir mexanizmiga to'xtalib o'tamiz. Mana bu yerda rasmda ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Mana bu rasmda bu buyrak va buyrakning mana bu yerda bitta asosan nefron qismi bo'ladi va buni katta qilib ko'rsatganimizda mana bunday tuzilishga ega bo'ladi. Bu kaptokchasi, proksimal kanalchalar, bu yerda genli qovuzlog'i, distal kanalchalar va yig'uvchi naylarga bo'linadi. Aynan mana bu proksimal kanalchalar mana to'rtburcha ramkada olingan va uni mana bunday qilib yaqinlashtirib ko'rsatganingizda katta qilib bu yerda nima bor? Sidik o'tadigan sidik yo'li bor, ya'ni proksimal naycha va uni devor hujayralari bor, uroteliotitlar deb ataladigan va yonida qon tomir bor. Bu yerda reabsorpsiya jarayoni amalga oshadi. Aynan shu reabsorpsiya jarayonida mana bu SGLT2 transportyori sidikdan, e'tibor bering, sidikdan ham natriyni ham glukozani qonga transportirovka qiladi. Qanday qiladi deganda, natriy hujayralar oralig'iga o'tadi va u yerda natriy kaliy faza orqali qonga o'tsa, glukoza o'zini glut transportyorlari orqali qonga o'tadi. Endi biz ishlatadigan dori aynan SGLT2 ingibitorlari, misol uchun aytaylik, mana Diampa. Aynan mana shu SGLT2 ingibitorini bloklab qo'yadi va natijada mana bu natriy ham, glukoza ham qonga qaytib o'tmaydi va ular
siydik orqali natriy ham glyukoza ham siydik orqali tashqariga chiqib ketadi. Natijada nima bo'ladi? Qonda natriy miqdori kamayadi, glyukoza kamayadi. Buning oqibatida qon hajmi ham kamayadi. Qon hajmini kamayish hisobiga arterial bosim ham pasayadi. Ya'ni bir vaqtning o'zida ham glyukoza miqdori ham natriy miqdori kamayish hisobiga qon hajmi ham kamayadi va arterial qon bosim ham kamayadi. Bu orqali yurakka keladigan yuklama ham yaxshilanadi. Qon bosimi ham yaxshilanadi. Shuning uchun SGLT2 ingibitorlari faqat endokrinologiyada qandli diabet kasalliklarini davolash uchun emas, balki kardiologiyada yurak yetishmovchiligini davolashda ham ishlatiladi. Bizni KardioScience kanalimizga a'zo bo'lishni, like va komment yozishni unutmang. Shunday kontentlar uchun bizni qo'llab-quvvatlang. Sog' salomat bo'linglar.